Assalomu alaykum. Har doim bizlarni kuzatib turgan mehribon xalqim. Janob Prezidentimiz Shavkat Miromonovich, Samarqand viloyati hokimi Aziz Boboyev mani toki mana shu bolamga kuchli mutaxassis kelib yordam bermaguncha har kuni murojaat qilib, mana hozir kechasi soat 12:00. Mana jonim yuragidagi xardiyam beryapti. Soat 12. Men hozir kimga telefon qilay, kimni chaqiray? Kunduzi telefon qilsam, bolamga kuchli mutaxassis kerak edi. Hokimimizning vakolati bor deb so'rayman deb bir oydan beri yolinib yolvorib telefon qilaman. Yurtimiz rahbari Shavkat Miromonovich, iltimos mani eshiting, mehribon xalqim. Men qiynalib ketdim bolamni, mana hozir yuragi 130. Nima kerak menga buncha dori-darmon? Balamni o'zim davolayman, faqat kelib menga maslahat berib ketsinlar. Menga kerakli dorilarini yozib bersinlar, muolajasini yozib bersinlar, iltimos qilaman. Balamga taxmin tavakkal shuncha ko'rdor, balkim zo'rlik qilyaptimi? Oxirgi marta bolajonim hech qachon yuragim unaqa bo'lmasdi. Samarqand viloyatiga olib borib, lazerni operatsiya qildirganlaridan keyin 1 yil bo'lyapti. 1 yildan beri balam bir kun to'xtagan yo'q, bir kun. Har kuni kol oladi, har kuni 2 mahal kol oladi. Yurtimiz rahbari ko'rsinlar deb shu nashidani qo'yib balamni azobini aytib chiqyapman. Biz hammamiz Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatlariga biz nimaga ma'lum balam yashashni xohlayapti-ku. Nimaga eshitmaydilar, nimaga bitta bizning O'zbekistonimizda shu bonaning birgina kelib chuqur tekshirib hayotga qaytishiga yordam berib, bir og'iz maslahat, bitta qog'ozga shu licheniyasini, har doimgi licheniyasini yozib berib ketmaydilar. Men tuman shifoxonasidagi shifokorlarni ayblamoqchi emasman. Balamni holati og'ir, ular qo'lidan kelgancha harakat qilgan bilan balkim professor kerak edi. Allohim guvoh, Allohim guvoh. 1 yildan beri kecha kunduz uxlamaymiz. Dadasi ikkovimiz adoyi tugadik. Do'xtirga telefon qilib yolvorishdan charchadim. Yorilishdan charchadim. Balam olayotgan ukollarini ko'rib yuraklarim orqaga tortib ketadi. Kim shu videoni ko'rsa, imkon qadar yurtimiz rahbariga yetkazishga yordam beringlar. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Alloh huzuriga borganda menga yaxshilik qilib yurtimiz rahbariga yetkazib shu balamga yordam berganlarni aytaman. Meni qiynaganlarni ham aytaman Allohimga. Men balam uchun so'rayapman, balam meni jonim uchun so'rayapman. Iltimos qilaman, yolvoraman. Meni har bir ko'rgan musulmon xalqim, yurtimiz rahbariga yetkazinglar. Yig'lab yordam olishdan charchadim. Balam ukollardan to'ydi, lekin agar sog' odam buncha ukol olsa o'lib qolaydi. 1 yildan beri to'xtamaydi. Olmagan ukoli qolmadi. Balkim arzimagan bir giyoh yo bir narsa bilan oyoqqa turar. Yordam beringlar.
Oyoqlarim adoyi tugadi, tizzalarim yaralanib ketdi. Hech kim bilan nimasini hech kim.